Ushbu 5 ta afsonaviy futbolchi o'z jamoasini o'zgartirgandan so'ng keraksiz o'yinchiga aylanib qolishgan. Oxirgisi esa futbol tarixidagi eng katta qulashdir. 5-o'rinda Fernando Torres. U haqiqiy Liverpool yulduzi va Premier Ligadagi eng xavfli hujumchi edi. Lekin katta pul evaziga Chelsiga o'tgach, hammasi o'zgardi. 4-o'rinda Philippe Coutinho. Liverpoolda u haqiqiy sehrgar edi. Barselona unga 100 million yevrodan ortiq to'lagandan so'ng jarohatlar va kuchli bosim uni barbod qildi. 3-o'rinda Neymar Junior. Balki ko'pchilik ishonmas, lekin tasavvur qiling, u Barselonadan ketmaganida nima bo'lardi? Balki futbol tarixidagi eng zo'r karyerani ko'rgan bo'lardik. PSJga o'tgach esa jarohatlar va bosim uni sindirdi. 2-o'rinda Kaka, oltin to'p egasi va Milan afsonasi. Lekin 2009-yil Real Madridga o'tgach, jarohatlar va kuchli raqobat uning yo'lini to'sdi. U boshqa hech qachon Milandagi darajasiga chiqa olmadi. 1-o'rinda Eden Hazard yillar davomida Chelseaning tengsiz o'yinchisi edi. 2019-yilda Realga o'tdi va jarohatlar hammasini rasvo qildi. U deyarli o'ynamadi, gol urmadi va Madrid tarixidagi eng yomon transferlardan biriga aylandi. Nima deb o'ylaysiz? Ro'yxatdan eng yomon transfer qaysi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va Jahon chempionati o'yinlarini qo'shishlarsiz jonli efirda tomosha qilish uchun Bova Sport Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.